serqirra qiziqish, yuksak qobiliyat, yetuk iqtidor har kimda ham bir yo'la uchramasligi aniq haqiqat. Biroq ushbu fikr Nikolay Andreyevich Rimskiy-Korsakovga umuman tegishli emas deb hisoblashadi musiqashunoslar. 1844-yil 6-mart kuni Novgorodning kichkina qishlog'ida tug'ilgan bastakor bolaligidanoq musiqaga, rassomchilik san'atiga bo'lgan qiziqishi bilan o'z tengqurlaridan keskin ajralib turardi. 2 yoshli Niko onasi ijro etgan kuylarni tanir. 1 yildan so'ng esa har qanday ohang ritmini tezda ilg'ab olar edi. Uning qiziqishlari kun sayin kurtak ocha boshladi. Niko hali juda yosh bo'lishiga qaramay, ajabtovur rasmlarni chizish bilan birga kemalarning maketlarini yasay boshladi. Buni qarangki, vaqt o'tishi bilan u astronomiya faniga ham mehr qo'yadi. Aynan musiqa va yulduzlar ilmining sir asrorlarini o'rganishga bo'lgan ishtiyoq umrining oxirigacha uni tark etmaydi. Nikolay 16 yoshga to'lganda dengiz flotiga o'qishga qabul qilinadi. Ota-onasining qistovi sababli bilim yurtiga kirganligi bois, bu yo'nalishdagi tahsil unda zarracha ham qiziqish uyg'otmaydi. Biroq amaliyot davridagi dengiz sayohatlari, goh kunduzi, goho kechasi mavj urayotgan to'lqinlar bo'lajak bastakorni ilhom sari chorlab o'zgacha musiqiy ohanglarning paydo bo'lishiga, ertaklarga jozibador musiqalar bastalanishiga zamin bo'ladi. Rimskiy-Korsakov o'z operalarida orkestrga juda ham katta ahamiyat beradi. Uning eng yorqin operalaridan biri Shoh Saltan haqida ertak operasidir. 1899-yili Aleksandr Sergeyevich Pushkinning 100 yilligiga bag'ishlab yaratadi bu operani. Bu operada 3 ta mo'jiza simfonik ko'rinishda yaratiladi. Birinchi mo'jiza bu oltin yong'oqchalar chaqayotgan olmaxon obrazi. Bu obraz bog'damikin, polizdamikin deb nomlanadi. Bu obrazni kompozitor fleyta piccolo, chelista, ksilofon asboblari bilan yangratadi. Ikkinchi mo'jiza bu dengiz to'lqinlari ichidan 33 ta pahlavonning kelib chiqishi. Bu obraz akkordli marshlar kuyi bilan yangraydi. Uchinchi obraz bu oqishning sohibjamol malikaga aylanishi. Bu obraz erkin mavzudagi kuy sehrli musiqa bilan almashinib turadi. Nikolay Andreyevich Rimskiy-Korsakovni ertakshunos bastakor desak mubolag'a bo'lmaydi menimcha. Uning bastalagan har bir notasi nafaqat kattalarni, balki kichkintoylarni ham o'ziga rom ayladi. Sadko, Ming bir kecha, Shoh Saltan haqidagi ertaklarda uning simfoniyalari yangraydi. Bastakorning har bir notasi hech bir qiyinchiliksiz go'zal parining maftunkor xirgoyisini, oshiq shahzodaning dil izhorini qolaversa, o'lmas ajdahoning makkarona hiyla nayranglarini aks ettirishi mumkin. Shu bois bo'lsa kerak, Rimskiy-Korsakovning har bir musiqiy asari inson qalbidan o'zgacha bir beg'uborlik ila o'rin olgan. Mahorat bilan nota daftariga terilgan ohanglar esa har bir musiqa shinavandasini hayratda qoldira olishi tabiiy. O'tkir nigohlar. O'sha davrda urf deya tan olingan ajabtovur shlyapa-yu ustalik ila dazmollangan kamzul. Bularning bari musiqa san'atining mashhur namoyandalari bo'lmish Puccini va Verdiga xos deya ta'kidlashadi musiqashunoslar. Biroq Giuseppe Verdining musiqiy ijodi o'zining mukammalligi, sermahsulligi bilan boshqa bastakorlarning musiqiy asarlaridan tubdan farq qiladi. Ushbu qobiliyat egasining deyarli har bir operasi va libretolari butun dunyoda mashhur bo'lishi bilan birga barchaning qalbini zabt eta oladigan darajada jozibali hamdir. 88 yil umr ko'rgan Giuseppe Verdi asrlarga tadgulik musiqiy xazinani meros qoldirganligi ham ayni haqiqat.